ichi to'la, ko'rasizlarmi? Ichigani har xil chandir-pandirlar solib tashlanmagan, hammasi pokiza, halol, qo'l bilan bittalab solib chiqiladi va taroziga qo'yiladi bular. Ortiqchasi bo'lsa olib tashlanadi, yetmasa qo'shiladi. Bitta ma'lumot aytaman. Bitta mol buqa so'yilgan paytda qimmat joylari bor. Ichki son, kontrfile deganlari. Ularni alohida sotib olsa bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Bitta molni olishadi, chopishadi, kesishadi, hammasini aralashtirib yuborasiz. Orasiga sizga tushib qolsa, shu kontrfile tushib qolishi mumkin, ichki sonlari tushib qolishi mumkin. Bu endi lotereya. Lekin alohida ajratib, yomon go'shtni bu yoqqa, yaxshi go'shtlarni sotib olmas ekan. Zo'rmi? Bugungi kunda lahm go'sht 95 ming so'm, bilasizlar. Bu yerda 325 gram suv solamizmi? Albatta suv solamiz. Chunki go'sht pishgandan keyin kichkina bo'lib qoladi. Pastga qarab tortgan paytda tepadagi qopqog'i pastga tortilib qoladi. Shuning uchun balans ushlab turish uchun ham suv qo'yamiz. 20 gramcha. Mana mahsulotimiz tayyor. Endi buni pishiramiz. Tayyor mahsulotimizni avtoklavga joylashtiramiz. Mahsulotimiz tayyor bo'ldi, lekin 10-15 kundan keyin iste'molga yaroqli bo'ladi. O'zi yaroqli bo'laveradi, prosta maromiga yetadi 10-15 kunda. Bitta ochib ko'rsataman. Mana yog'lari bilan turibdi. Endi buni bitta isitib olasizlar-da. Mana ustidagi bitta go'shtni olamiz. Mana go'sht. Go'zalligini ko'rasizlarmi? Qiyib-qizil. Bismillah. Nomer 1 deb endi qo'rqmasdan ayta olaman, chunki jarayonni ko'zim bilan ko'rdim.